Bilasizmi, biz juda ham ko'p holatda odamlar nima deyisharkin degan o'y-xayollar bilan yashashga o'rganganmiz. Va bu noto'g'ri ekanligini bilib tursak ham, yana kimningdir biz haqimizdagi fikrini taxmin qilish bilan vaqtimizni o'tkazamiz. Va natijada o'zimiz nimani xohlayotganimizni ham unutib qo'yamiz. Bir rassom go'zal bir rasm chizib, uni ko'pchilik yig'iladigan joyga qo'yib, sinab ko'rmoqchi bo'libdi. Rasmni qo'yib tepasiga kimda kim bu rasmga ozgina bo'lsa-da kamchilik ko'rsa, ustiga qizil qalam bilan belgi qo'ysin deb yozib qo'yibdi. Kechqurun kelib qarasa, rasm qizil bo'yoqlarga to'lib ketgan ekan. U ustozini oldiga borib, rasmdan voz kechaman deb xafa bo'libdi-da endi. Shunda ustozi: "Yo'q, sen yaxshisi iborani o'zgartirgin. Kim rasmda kamchilik ko'rsa, uni tuzatsin deb yozib qo'y", debdi. Rassom ustozini aytganini bajaribdi. Buni qarangki, oradan bir necha kun o'tsa ham rasmga hech kim yaqinlashmabdi. "Ko'rdingmi", debdi rassomning ustozi. "Bu hayotda hamma narsadan ham xato topadiganlar ko'p. Biroq shu xatoni tuzatadigan, isloh etadiganlar deyarli yo'q", degan ekan. Aytmoqchimanki, odamga o'zini aybi va xatolari kamdan kam ko'rinadi. Chunki o'zini yaxshi taniydi-da, nima sababdan bunday qilganligini. Xullas, o'zimizga kelganda biz juda ham zo'r advokatmiz. O'zimizni oqlab olamiz, ammo lekin birovni xatosini upada sinchiklab birma-bir aytib beramiz. Va shuning uchun bo'lsa kerak, odamlar nima deydi deymiz. Chunki o'zimiz shunaqamizda. Bu aslida baxtsizlik. Hayotingiz sizniki va u faqat sizga berilgan. Xulosa o'zingizda.